nima uslubga qo'shyapti? Kirpilamchi. Nima qildim xalq bilsin. Qancha hojatxona? 5000. 3000 bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ismi nima hojatxona? Xalaskor. Qadrdonlar, men bitta xalaskor degan hojatxonaga kelganman. Vobshe ichim musor sasib yotibdi. Sizlarga kirishni vobshe tavsiya qilmayman. Nima qilyapman? Video olaman. Xalq ko'rsin. Nima 5000 qilib qo'ygancha? Nimasiga 5000 qilgancha? Shuni orqaga o'ting. Oldiga bitta yosh katta amakini oldimda. Yo'q. Taksining nomi nima? Qichiq taksi. Qadrdonlar, men hozir bitta qichiq taksi deganga o'tirdim. Odam ajratib meni orqaga o'tkazmoqchi, yoshiga oldiga ani qilmoqchi. Men tavsiya qilmayman bu taksini. Nima qilyapsan? Nima qilyapman? Nima qilyapsan? Nima syomka qilyapsan? O'chir Mana telefonni. ko'ryapsizlar, qamataman men sizlarni, qamataman. O'chir telefonni. Qamataman. Qadrdonlar, men hozir qanaqadir do'kondaman, bu yoqda to'rsin. Nima syomka qilyapsiz? Men blogerman. Odamlar uchun nima yaxshiliklar qilyapsizlar? Bo'ldi, syomka qilmang, hozir aytaman. O'zbekistonda birinchi marta katta konditsionerlar, katta xolodilniklar oyiga atiga 99 ming so'mdan yo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. Bu aksiya faqatgina bir kun, 4-iyul kuni Ideani barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Zo'r gapirasiz ekan, muloyimcha tushuntirdingiz odamlarga. Menga ham o'rgating. Buni kattaligini qarang, bo'yi 176, hajmi 262 litr. Tuning xolodilligini ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Boshqa xolodilniklar ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Bunaqa narx boshqa joydan topa olmaysiz. Premier 12 talik inverter konditsioneri ham oyiga 99 ming. 43 talik smart televizorni ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Samsung Galaxy A17, Redmi Note 14, Honor X6C telefonlarini ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Vashshi zo'r ekan. Men blogerman-da, ekan. Men blogerman-da. Men uchun bu do'konda nima tekin? Wi-Fi. Mendan battariga uchraysan. Men ketsam xor bo'lasan. Bir kosa ovqatingga pishirib yurolmaysan. Sansirama, kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Sidiralmay o'yin, otangga o'xshab. Yur tez bo'l. Bashiring qurgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? Ringshima, hayda turib tur. Ha, nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzala tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Ha, oyog'ingni torta. Qani meni tarog'im? Yig'layapti. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush. Beting chirigir bollar. Sanam yerda katta bo'lsang, otangga o'xshaganman. O'ching! Mana turibdir. Ha. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q. Dazmolda o'chiribmanmi, yo'qmi shuni ko'ray dedim. Ha, o'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan?